Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki tana xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. Xitoy Merkez xabar to'rining 4-ayning 18-kunlik xabarda bildirilishicha, 4-ayning 17 kuni 82 konteyner uy jihozlari va dehqonchilik mahsulotlari besilgan poyezd Sharq Turkistonning Jing noyisi xalqaro portidan yo'lga chiqqan. Bu poyezd Qo'rg'os chegarasi orqali Qozog'istonga o'tib, taxminan 8500 kilometr yo'lni besib, 20 kun ichida Italiyaning Salinor shahriga yetib bordi ekan. Xitoyning deyishicha, bu Tangritog nomli xalqaro poyezdning normal va muqim mashg'ulotni qo'lga keltirganligidan darak berdi ekan. Bu poyezd temir yo'l va dengiz qatorliq ko'p shaklli to'sh usulini qo'llanadigan bo'lib, poyezdning dal vaqtida manzilga yetib berish uchun Xitoy hukumati bu poyezd besib o'tadigan yo'l ustidagi munosabatli davlatlar bilan oldin ko'rishib, poyezdning to'xtatilmasligi va tutib qilinmasligiga va poyezdning bevosita kirishi kafolatli qilgan. Xitoyning yaqinqi bir qancha yil ichida Sharqiy Turkistonning har qaysi joylaridan chet ellarga eksport qilayotgan mahsulotlarning haddi hisobi yo'qligi hammamizga ayon. Ammo Xitoyning bergan ma'lumotlarga asoslanganda faqat hozirga qadar vatanimizning Jing noyisi xalqaro quruqlik portidan 4,960,000 tonna yuk O'rta Osiyo va Yevropa ellariga eksport qilingan bo'lib, savdo miqdori taxminan 4,500,000,000 yuandan oshgan. Xitoy iqtisod kundalik to'rining 2024 yili 19 apreldagi xabarda deyilishicha, 4-ayning 18 kuni Urumchi tambojnisi axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Sharq Turkistonning 2024 yili 1-fasldagi tashqi savdo import eksport ahvoli to'g'risida doklad bergan. Urumchi tambojnisining bu yillik statistikasiga qaraganda 2024 yilning 1-faslida Sharq Turkistonning tashqi savdo import eksport umumiy qiymati 93,630,000,000 yuan bo'lib, o'xshash mazgildagidan 42,7% oshib, Xitoy ülkelerining es sur'atidan 37% point yuqori bo'lgan. Ish nisbati Xitoy bo'yicha ikkinchi bo'lgan. Xitoy 1-faslda Sharqiy Turkistonda 193 davlat va rayon bilan savdo munosabat o'rnatgan. Buning ichida Qozog'iston va Qirg'iziston bilan import eksport qiymati ayrim-ayrim 58,8% va 1,9% oshgan. 3-oyda Sharq Turkistonning tashqi savdo import eksport umumiy qiymati 29,950,000,000 yuan bo'lib, o'xshash mazgildagidan 27,13% oshib, Xitoyning es sur'atidan 28,6% point yuqori bo'lgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.